Birdinga amma tushdi ekansanlar. Yo'qol. Qaytib kelma. 05 vakillashga. Ey, yosh bola. Ha, ustalar. Ha. Devor bordi, ko'tarish kerak edi. Bo'pti, qilib beramiz, faqat dumalab tutsa bizdan emas. Jan. Yuring aka. Xo'sh, mana shu ko'p turgan devorlaring. Bizni boshqatdan ko'tarish kerak. Ya aka, devorlar tugabdi o'zi. Undan ko'ra boshqa yangi ko'tarib yuborish kerak. Men nima deyapman sizlarga? Bo'pti. Xo'p, ishni nimadan boshlaymiz o'zi? O'ylanib turibman, birinchi devorni buzib olaylikmikin yoki devorni ko'tarib olaylikmikin. Bekorga haydab yubormadi-da hozir seni. To'paymisan sen? Ha? Birinchi ko'tarib olasan yangi devor. Keyin pastidagi eski bor. Buf aytuvchi yangisi shunday tushadi, bir aytam voy shok bo'ladi. Bo'pti, loy tayyorlamasan. Yaxshi. Yaxshi ishni boshlab qo'ymabsan, ovora bo'lardi hozir. Biz noto'g'ri yo'lda ekanmiz. Betonni nima qilamiz? Yangi devor tepaga tushsa. To'paysan, sen ishonmaysan. Yangi devor pastga tushgandan keyin betonni yerga kirgizib yuboradimi? Ha, bez bilan. Ha? Sen patsionning kallangga yomonsan. Davay, qo'yir tepaga. Ustalar ormanglar, darvozalarni ko'rdilarni yangilash kerak. Nima qilsak bo'ladi? Ha, o'sha yangi darvoza qo'yish kerak-da. Sen ham to'g'ri gapni bilasan, ha? Ketdingiz, o'sha joyga olib boraman. Darvozalari bor. Yoshlab kelib bormadi. Namangan shahridagi Dilshodbek metallga xush kelibsiz. Qani ichkanlar ko'raylikchi bo'lmasan? Keting. Sifatiga gap so'z bo'lishi mumkin emas. Narxi arzon, oilaviy birinchi qo'lgular. Qale? Yaxshi. Siz xohlagan usulingizda darvoza, panjara, temirga oid любой narsani yasab berishadi. Nabesam Suriya ham yasab berishaveradi. Tushundingizmi? Manzil ham qiyin emas. Namangan shahar Do'stlik buyum bozorining ro'parasida. Menga ma'qul. Qanaqasini tanlaysiz o'zi? Ruchini rabotasidan. Bo'ldi, tamom. Olib borib o'zlari o'rnatib berishadi. Uyda bilasizlar, o'zlaring borib o'rnatib berasizlar. Bo'pti. O'rnatib berishi bepul lekin. Ha, shunday. Alo, assalomu alaykum. Ha, yigitlar, kelayotgan darvoza yoqdimi? Qo'shnisiga ko'proq yoqdi o'zi. Qo'shnisi ham mazza qildi ko'rib. albatta ularga sifatli Hop, hop, hop. keladi yetkazamiz. Bu Dilshod aka qayerdan bilsin qo'shnikiga o'rnatib qo'yganmiz. Nima deymiz uydagi egasiga? Nima bo'ldi? Qochamiz.